Bolalar bilan biz ishlaymiz. Bolalar kattalarda bo'ladi. Ba'zi holatlarda to'xtovsiz kuchli og'riq bo'ladi. Hali yig'lab yotadi deysiz-ku, bu 10 balli shkala bo'yicha aytsak 9-10 ball bo'ladi. 9-10 ballda katta odam ham chidashi qiyin. Bu juda kuchli og'riq beradi. O'sha ko'pincha shunaqa bo'ladi bolalarda, malinosniy techение deydi. O'sha tez orada namoyon bo'lib, kuchli og'riq berib boradi har kuni. Shunda majbur bo'lamiz operatsiyaga olishga, tushuntira oldimmi? Demak, ozgina lor patologiyasi ham bor, shamollashib bo'lgan ekan. MCKTda ko'rdim. Hozir chap tarafda u ham aynan migren holati o'zi ayniqsa yoz oylarida ko'proq bezovta qiladi. Konservativ davo chorasini nafini ko'rmasanglar, olib kelasizlar, operatsiya qilamiz. Operatsiya xavfsiz, bosh miyasi ochilmaydi, terini tagida bu yerda ikkita nerv, bu yerda ikkita nervda ishlanadi. Hozircha 4 ta nerv ko'rdim men, og'riq berayotgan. O'sha nerv chiqish nuqtalarida og'riq sezyapti qizimiz. Migrenni kelib chiqishi, shu asosiy belgilardan bittasi boshi bir tarafida og'riq bo'ladi, yoki chap, yoki o'ng, yoki borib almashlab turadigan og'riq bo'ladi, har ikki tarafda ham og'riq bo'ladi. Mana o'shalarni hammasini inobatga olganda предварительный migren qo'yishimiz mumkin. Endi 2 yilligini hisobga olib, bir oyda 5-6 marta, 5-6 kun og'rishini hisobga olib, konservativ davo qilib ko'ringlar. O'tmasa kelasizlar.